ota-onalik huquqidan mahrum qilish haqida gapiradigan bo'lsak, ota-onalik huquqidan mahrum qilish sud tartibida amalga oshiriladi. Oila kodeksining 79-moddasiga ko'ra ota-onalik huquqidan mahrum qilish quyidagi hollarda amalga oshiriladi. Ota-onalik majburiyatlarini bajarmaganda, shu jumladan aliment to'lashdan bo'yin tovlaganda, o'z farzandlarini uzrli sabablarsiz davolash muassasalaridan, tug'ruqxonalardan va boshqa shunga o'xshash ijtimoiy muassasalardan olib chiqishdan bo'yin tovlasa, ota-onalik huquqlarini suiiste'mol qilsa, shu jumladan farzandlariga nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lib, ularga nisbatan ruhiy yoki jismoniy ta'sir o'tkazsa, muttasil ravishda ichkilikbozlikka yoki giyohvandlikka mubtalo bo'lgan bo'lsa, ota-ona o'z farzandlariga nisbatan yoki turmush o'rtog'iga nisbatan uning hayoti va sog'lig'iga nisbatan qasddan jinoyat sodir qilgan bo'lsa, ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin. Ota-onalik huquqidan mahrum qilish bu oxirgi chora hisoblanadi va o'sha holatlar ba'zan o'z natijasini bermasa agar, keyinchalik ota-onalik huquqi tiklanishi mumkin.